Assalomu alaykum, hurmatli dehqon bog'lar. Bugun 21-may 2025-yil. Biz Dekal kompaniyasining 67-77 sortli makkasini bir qozonli qo'l selkalarda 70 sotik maydonga ekdik. Ushbu qo'l selkada bu 75 sotik maydonimizga 21,5 kilo Dekal 67-77 sortli makkamizni ekib chiqdik. Ushbu makkamiz hozircha sug'arish jarayonida. Ushbu Dekal kompaniyasining 67-77 sortli makkasiga keladigan bo'lsak, Faosa 600-620 atrofida bo'ladi. Bu kechpishar guruhga kiruvchi Dekal brendi makka jo'xori navi hisoblanadi. Hosildorligiga keladigan bo'lsak, hosildorligi juda ham yuqori. Optimal sharoitlarda 140-180 sentnergacha gektariga olish mumkin. Pishish muddatiga keladigan bo'lsak, pishish muddati o'rtacha 120-130 kunga borib taqaladi. Dastlabki o'sish kuchi juda ham kuchli, tez va bir tekis chiqadi. Kasalliklarga chidamliligiga keladigan bo'lsak, fusarioz, barg dog'lari, puchish va ildiz chirishiga nisbatan yaxshi himoyalangan. Donning sifati donlari yirik bo'ladi, oltin sariq rangda va zichligi yuqori bo'ladi. Yaxshi saqlanadi. Poya va ildiz kuchiga keladigan bo'lsak, akalar, juda ham kuchli bo'ladi. Poya ildizlari shamollarga va ag'darilishlarga chidamli bo'ladi. Ushbu 75 sotik dala maydonimizga aytib o'tganimdek 21,5 kilo makka ketdi. Bir qozonli qo'l selkasida ekib chiqdik. Bu kanalga joylayotgan birinchi videom. Makka pishib yetilgungacha bo'lgan videolarni joylab boraman. Obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Like bosib tarqatib qo'yinglar. Rahmat hammaga.